1 avgustdan keyin O'zbekistonda ko'pchilik odamlar kundalik hayotida sezishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarga duch keladi. Kommunal to'lovlar, hujjatlar, jarimalar ijtimoiy yo'ridan. Tadbirkorlikdagi talablar yoki davlat xizmatlaridan foydalanish tartibi. Men bugun sizga eng muhim narsani oddiy tilda tushuntirib beraman. Kim tayyor turishi kerak, kim xavotir olmasligi mumkin. Qaysi joylarda odamlar ko'p xato qiladi va o'z huquqini qanday himoya qiladi. Bu ma'lumot har bir oilaga, har bir haydovchiga, har bir tadbirkorga va davlat xizmatlariga ishi tushadigan har bir fuqaroga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik e'tiborsizlik keyin ortiqcha xarajat, navbat yoki jarimaga olib kelishi mumkin. Avvallari ko'p masalalarda odamlar keyin bilib olaman, mahalladan so'rayman, to'lov kelsa to'layman, xabar berishsa boraman degan yondashuv bilan yurardi. Lekin hozir davlat xizmatlari to'lov tizimlari, elektron bazalar va nazorat mexanizmlari ancha raqamlashtirilgan. Ya'ni oldingidek biror hujjat yoki qarzdorlik yillar davomida ko'rinmay yotib qolishi qiyinlashyapti. Elektr, gaz, suv, soliq, jarima, subsidiya, nafaqa, kadastr, avtomobil, tadbirkorlik ruxsatnomalari bo'yicha ma'lumotlar tobora ko'proq elektron tizimlarda bog'lanmoqda. Shu sababli 1 avgustdan kuchga kiradigan har qanday o'zgarishning ta'siri ham tezroq seziladi. Masalan, avval kommunal qarzdorlik bo'yicha odam bir necha oy beparvo yurishi mumkin edi. Keyin ogohlantirish kelardi. Endi esa ayrim xizmatlarda qarzdorlik noto'g'ri ko'rsatkich yoki shaxsiy kabinetdagi xatolik darhol keyingi to'lovga, subsidiya hisobiga yoki xizmatdan foydalanishga ta'sir qilishi mumkin. Avval hujjat topshirishda bir nechta idoraga borib, qog'oz ko'tarib yurish odatiy edi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar bazadan olinadi. Lekin bazadagi xato ham avtomatik ravishda muammo yaratishi mumkin. Men bu yerda eng muhim prinsipni aytaman. 1 avgustdan keyingi o'zgarishlarga tayyorgarlik faqat narx oshadimi yoki yo'qmi degan savol emas. Bu birinchi navbatda o'z ma'lumotlaringizni tekshirish, qarzdorlikni aniqlash, hujjatlarni tartibga keltirish va elektron xizmatlardan foydalana olish masalasidir. Kim shuni oldindan qilsa, u vaqtini ham, pulini ham, asabini ham tejaydi. Birinchi katta yo'nalish kommunal to'lovlar, elektr, gaz, ichimlik suvi, issiqlik ta'minoti yoki chiqindi xizmati bo'yicha har bir xonadon o'z shaxsiy hisob raqamini aniq bilishi kerak. Agar hisoblagich ko'rsatkichlari noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, eski qarzdorlik noto'g'ri yopilgan bo'lsa yoki xonadonda yashovchilar soni bazada boshqacha turgan bo'lsa, bu keyingi hisob-kitobga ta'sir qiladi. Masalan, bir oilada 4 kishi yashaydi, lekin tizimda eski ma'lumot bo'yicha 6 kishi ko'rinib turgan bo'lishi mumkin. Yoki aksincha uy sotilgan, yangi egasi yashayapti, lekin hisob raqami hali eski egasining nomida. Bunday holatda to'lovni kim qilgani, qarzdorlik kimga yozilgani, imtiyoz kimga tegishi bo'yicha chalkashlik chiqadi. Real misol olaylik. Toshkent viloyatida bir oila har oy elektr uchun o'rtacha 2,7 ming so'm to'lab kelgan bo'lsin. Agar hisoblagich ko'rsatkichi 2 oy davomida noto'g'ri kiritilsa yoki umuman kiritilmasa, keyingi oy tizim o'rtacha sarf bo'yicha hisoblab yuborishi mumkin. Natijada odam men buncha ishlatmadim deb e'tiroz qiladi. Lekin isbot uchun hisoblagich rasmi, oldingi kvitansiya va shaxsiy kabinetdagi tarix kerak bo'ladi. Kimda bu ma'lumotlar bor bo'lsa, masalani tezroq hal qiladi. Kim faqat og'zaki gap bilan borsa, ko'proq vaqt yo'qotadi. Ikkinchi yo'nalish ijtimoiy yordam va subsidiyalar. Ko'pchilik menga nafaqa chiqadimi? Bolalar puli uzayadimi? Subsidiya olsam bo'ladimi? Kommunal imtiyoz bormi degan savollar bilan yashaydi. Bu masalada eng katta xato shuki, odamlar faqat tanishlar gapiga ishonadi. Aslida ijtimoiy yordam berilishida oilaning daromadi, mulki rasmiy bandligi, avtomobili, uy-joyi, bankdagi ayrim ma'lumotlari va boshqa mezonlar hisobga olinishi mumkin. Agar 1 avgustdan tizimda mezonlar, ariza topshirish tartibi yoki tekshirish mexanizmi o'zgarsa, odam birinchi navbatda o'z oilaviy ma'lumotlari to'g'ri kiritilganini tekshirishi kerak. Masalan, oilada ota rasman ishlamaydi. Ona uyda bola parvarishida 3 nafar farzand bor. Ular yordam olishga ariza beradi. Lekin tizimda otaning nomida eski avtomobil turibdi. Aslida u avtomobil bir necha yil oldin sotilgan, lekin rasmiylashtirish oxirigacha qilinmagan. Natijada oilaning moliyaviy ahvoli noto'g'ri baholanishi mumkin. Yoki aksincha biror kishi rasmiy ishga kirgan, lekin buni yashiraman deb o'ylaydi. Hozir bunday ma'lumotlar ko'p hollarda bazalar orqali ko'rinadi. Shuning uchun to'g'ri yo'l yashirish emas, hujjatlarni tartibga keltirish.
Uchinchi yo'nalish jarimalar va majburiy to'lovlar. Haydovchilar uchun bu ayniqsa muhim. Avval odam jarima kelganini pochta orqali bilishi yoki ancha keyin xabar topishi mumkin edi. Endi ko'p jarimalar elektron shaklda ko'rinadi. SMS, ilova yoki shaxsiy kabinet orqali tekshiriladi. Lekin muammo shundaki, telefon raqami eski bo'lsa, avtomobil boshqa odam foydalanayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa yoki avtomobil egasi hujjatlarini yangilamagan bo'lsa, jarima haqida vaqtida bilmay qolish mumkin. Oddiy vaziyat. Akangizning nomidagi mashinani ukasi haydayapti. Radar jarimani avtomobil egasiga yozadi. Aka men haydamaganman deydi. Uka men bilmaganman deydi. Natijada jarima muddati o'tib ketadi. Chegirma imkoniyati qo'ldan boy beriladi yoki qarzdorlik boshqa xizmatlarda ko'rinib qoladi. Shuning uchun 1 avgustdan oldin yoki keyin eng to'g'ri ish avtomobil kimning nomida, kim haydayapti, jarimalar qayerga keladi. Telefon raqami to'g'rimi? Bularni tekshirish. 4-yo'nalish tadbirkorlar uchun. Kichik do'kon xizmat ko'rsatish shoxobchasi, taksi yetkazib berish, onlayn savdo, hunarmandchilik yoki oilaviy biznes bilan shug'ullanayotganlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki tadbirkorlikda o'zgarishlar ko'pincha hisob faktura, onlayn kassa, soliq hisobotlari, ijara shartnomasi, xodimlarni rasmiylashtirish, sanitariya yoki ruxsatnoma talablariga tegishli bo'ladi. Ko'pchilik biznesni kichkina ish-ku deb yengil ko'radi. Lekin nazorat kelganda kichik biznes ham hujjat bilan ishlaydi. Masalan, bir ayol uyida pishiriq tayyorlab, internet orqali sotadi. Daromadi oyiga 3-5 million so'm atrofida. U buni oddiy qo'shimcha daromad deb o'ylaydi. Lekin buyurtmalar ko'payib, doimiy savdoga aylansa, to'lovlar karta orqali muntazam tushsa, reklama berilsa, bu faoliyat rasmiylashtirishni talab qilishi mumkin. Rasmiy maqom tanlash, soliq rejimini tushunish, sanitariya talablariga qarash kerak bo'ladi. Buni vaqtida qilsa, odam xotirjam ishlaydi. Kechiktirsa, tekshiruv yoki shikoyat paytida muammo chiqadi. Birinchi navbatda kommunal to'lovlarda qarzdorligi bor oilalar tayyorlanishi kerak. Qarzdorlik 20 ming so'mmi, 20 ming so'mmi, 2 million so'mmi farqi bor albatta. Lekin har qanday qarzdorlikni beparvo qoldirmaslik kerak. Chunki ba'zan kichik qarz ustiga penya, qayta hisoblash yoki xizmat cheklanishi kelib qo'shiladi. Agar sizda qarz bor bo'lsa, darhol shaxsiy hisobingizni tekshiring. Qaysi oy uchun yozilganini aniqlang. To'lov qilgan bo'lsangiz, kvitansiyani saqlang. Ikkinchi navbatda uy-joy hujjatlari to'liq bo'lmaganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Kadastr hujjati, oldi-sotdi shartnomasi, meros hujjati, doimiy ro'yxat. Ijara shartnomasi, kommunal hisob raqamlari kimning nomida ekanini tekshiring. Masalan, ota vafot etgan, uy hali merosxo'rlar nomiga o'tmagan, kommunal hisoblar ham eski egasi nomida qolgan. Bir qarashda hammasi ishlayapti-ku deyish mumkin. Lekin biror yordam, subsidiya, sotish, garov, ta'mirlash ruxsati yoki nizoli vaziyat chiqqanda hujjatdagi bo'shliq muammoga aylanadi. 3-navbatda haydovchilar. Jarima, sug'urta, texnik ko'rik, ishonchnoma, avtomobilni boshqa shaxsga berib haydash, yo'l harakati qoidalari bo'yicha yangiliklar doim kuzatib borilishi kerak. Ayniqsa taksi haydovchilari, yuk tashuvchilar, yetkazib berish xizmati bilan shug'ullanuvchilar uchun bu oddiy masala emas. Ular har kuni yo'lda. Bir kunlik beparvolik bir necha 100 ming so'mlik jarimaga yoki ish faoliyatining to'xtashiga olib kelishi mumkin. 4-navbatda ijtimoiy yordamga tayanadigan oilalar. Bolalar puli, moddiy yordam, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun imtiyozlar, pensiya, nafaqa, subsidiya masalasida ariza muddati, qayta tekshiruv, hujjat yangilash. Bank kartasi, telefon raqami va ro'yxat ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi shart. Odamlar ko'pincha ariza topshiradi, keyin natijani kutadi. Rad javobi kelsa, sababini bilmaydi. Aslida rad javobining sababini yozma yoki elektron ko'rinishda aniqlash. Xato bo'lsa tuzatish, kerak bo'lsa qayta murojaat qilish mumkin. Agar sizning barcha hujjatlaringiz joyida bo'lsa, kommunal to'lovlaringizni vaqtida qilib kelsangiz, avtomobil va mulk ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, ijtimoiy yordam bo'yicha yolg'on ma'lumot bermagan bo'lsangiz, ortiqcha vahima qilishga sabab yo'q. O'zgarishlar ko'pincha tartibni aniqroq qilish, nazoratni kuchaytirish yoki xizmatlarni elektron shaklga o'tkazish bilan bog'liq bo'ladi. Bunday sharoitda tayyor odam yutadi. Chunki u navbatda kamroq turadi, hujjat izlab sarson bo'lmaydi. Nega menga bunday chiqdi deb bosh qotirmaydi. Lekin menda hammasi yaxshi deb ham tekshirmay yurish noto'g'ri. Chunki tizimdagi xato sizning aybingiz bo'lmasligi mumkin. Lekin uni tuzatish uchun baribir siz murojaat qilishingizga to'g'ri keladi. Masalan, pasport ma'lumotlari yangilangan,
Lekin biror tashkilotda eski seriya raqam qolgan. Telefon raqamingiz almashgan. Lekin bank, soliq yoki kommunal xizmatda eski raqam turibdi. Bunday mayda narsalar aynan kerakli paytda katta noqulaylik tug'diradi. Birinchi nozik jihat. Hamma o'zgarishlar ham bir kunda hamma joyda bir xil ishlamaydi. Ba'zi tartiblar respublika bo'yicha kuchga kiradi. Ba'zilari bosqichma-bosqich joriy qilinadi. Ba'zilari esa muayyan toifa yoki hududga tegishli bo'ladi. Shuning uchun qo'shnimga shunday bo'libdi, demak menga ham shunday bo'ladi degan xulosa har doim to'g'ri emas. Har bir masalada o'zingizning hududingiz, shaxsiy hisobingiz, oilaviy holatingiz va hujjatingizga qarab qaror qilinadi. Ikkinchi nozik jihat og'zakivada hujjat o'rnini bosmaydi. Masalan, sizga boravering, keyin tuzatib beramiz deyishlari mumkin. Lekin rasmiy murojaat raqami, ariza nusxasi, kvitansiya, shartnoma yoki elektron tasdiq bo'lmasa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Men har doim maslahat beraman. Har bir to'lovning chekini saqlang. Har bir arizaning raqamini yozib oling. Har bir javobni rasmiy shaklda oling. Telefon orqali gaplashgan bo'lsangiz ham keyin qisqa yozma murojaat qoldiring. Uchinchi nozik jihat, imtiyoz avtomatik tushadi deb o'ylamang. Ba'zi imtiyozlar bazalar orqali ko'rinishi mumkin. Lekin ayrim hollarda ariza, tasdiqlovchi hujjat yoki yangilangan ma'lumot kerak bo'ladi. Masalan, nogironlik guvohnomasi, pensiya hujjati, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi. Nikoh yoki ajrim hujjati, vasiylik hujjati, daromad ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar siz hujjatni vaqtida topshirmasangiz, huquqingiz bo'lsa ham pul kechikishi yoki rad javobi kelishi mumkin. 4-nozik jihat. Qarzdorlikni to'lashdan oldin uning kelib chiqishini tekshiring. Ba'zan odam tezroq yopilsin deb to'laydi. Keyin aslida bu qarz meniki emas ekan deb yuradi. Agar summa kichik bo'lsa, odamlar o'rtadan yurmaydi. Lekin katta qarzdorlikda albatta tafsilotni ko'ring. Qaysi davr, qaysi hisob raqam, qaysi ko'rsatkich, qaysi xizmat turi. Agar nizo bo'lsa, avval rasmiy hisob kitobni so'rang, keyin e'tiroz bering. 5-nozik jihat. Internetdagi xabarlarni tekshirmasdan tarqatmang. 1 avgust yaqinlashganda ijtimoiy tarmoqlarda hamma uchun yangi jarima, hamma to'lov oshadi. Shu hujjat bo'lmasa pul berilmaydi kabi vahimali gaplar ko'payadi. Ularning ayrimlari eski xabar, ayrimlari noto'g'ri talqin, ayrimlari esa faqat ma'lum bir toifaga tegishli bo'ladi. Ishonchli manba sifatida rasmiy vazirliklar, hokimliklar, may, Tokkop.uz soliq organlari, kommunal xizmatlarning rasmiy kanallari va yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidagi ma'lumotlarga qarang. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, doimiy ro'yxat manzili, telefon raqami, bank kartasi, oila tarkibi, farzandlar hujjatlari to'g'ri ekanini ko'ring. Agar yaqinda familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajrim bo'lgan bo'lsa, yangi farzand tug'ilgan bo'lsa, manzil almashgan bo'lsa, bu ma'lumotlar tegishli tizimlarda yangilanganini tekshirish juda muhim. Ikkinchi qadam, kommunal xizmatlar bo'yicha shaxsiy hisoblaringizni tartibga keltiring. Elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik bo'yicha alohida hisob raqamlaringizni yozib qo'ying. Oxirgi 3 oylik to'lov tarixini ko'ring. Hisoblagich ko'rsatkichlarini suratga oling. Suratda sana ko'rinmasa ham telefon galereyasida vaqt saqlanadi. Agar ko'rsatkich bilan kvitansiya o'rtasida farq bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Murojaatda shaxsiy hisob raqami, manzil, FIH, telefon raqami, muammo mazmuni va ilova qilingan chek yoki suratlar bo'lsin. 3-qadam, qarzdorlik va jarimalarni tekshiring. Avtomobilingiz bo'lsa, jarimalar bor yo'qligini ko'ring. Soliq qarzdorligi, aliment sud ijrosi, kredit kechikishi yoki boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha ham shaxsiy holatingizni tekshirish foydali. Bu ishni o'yiga bir marta qilishni odat qiling. Ayniqsa chet elga chiqish, avtomobil sotish, uy olish, subsidiya so'rash yoki katta moliyaviy operatsiya qilishdan oldin buni albatta qiling. 4-qadam, ijtimoiy yordam oladigan yoki olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, hujjat papkasini tayyorlang. Unda ID karta yoki pasport nusxasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati, daromadga oid ma'lumotlar, nogironlik bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, kerak bo'lsa ijara yoki uy hujjatlari bo'lsin. Ariza topshirganda qanday hujjat yetishmayapti degan savolni aniq bering va javobni yozib oling. 5-qadam, tadbirkor bo'lsangiz hisob kitobni rasmiylashtiring. Faoliyatingiz turi ro'yxatdan o'tganmi? Soliq rejimingiz to'g'rimi? Onlayn kassa yoki to'lov qabul qilish tartibi talabga mosmi?
Xodimlar bilan shartnoma bormi? Ijara shartnomasi rasmiylashtirilganmi? Litsenziya yoki ruxsatnoma kerak emasmi? Shularni tekshiring. Agar siz onlayn savdo qilsangiz, to'lovlar qaysi karta yoki hisob raqamga tushayotganini, mijozlarga chek berish tartibini, qaytarish va kafolat shartlarini ham oldindan belgilab qo'ying. 6-qadam barcha murojaatlarni yozma qiling. Masalan, kommunal tashkilotga borsangiz, hisobimni tekshirib bering deb og'zaki aytib ketmang. Ariza yozing. Falondagi shaxsiy hisob raqamim bo'yicha 2026 yil iyun-iyul oylariga tegishli hisob kitobni qayta tekshirib berishingizni so'rayman. To'lov cheklari va hisoblagich ko'rsatkichlari ilova qilinadi. Shunda sizda murojaatning izi qoladi. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. 7-qadam, oilada bitta odam mas'ul bo'lsin. Ko'p xonadonlarda to'lovni bir kishi qiladi. Hujjatni boshqasi biladi. SMS 3-odamga boradi. Natijada biror muammo chiqsa, hamma bir-biridan so'raydi. Men maslahat beraman. Oilada bitta daftar yoki elektron jadval bo'lsin. Unda kommunal hisob raqamlari, oxirgi to'lov sanasi, avtomobil ma'lumotlari, muhim hujjat muddati, bank kartalari va murojaat raqamlari yozib borilsin. Bu oddiy ko'rinadi, lekin katta muammolarni oldini oladi. Birinchi misol. Bir oila bolalar puli olish uchun ariza beradi. Ularning daromadi past, farzandlari bor, sharoiti og'ir, lekin ariza rad bo'ladi. Sababini surishtirganda otaning nomida eski avtomobil borligi chiqadi. Aslida avtomobil ishlamaydi. Hovlida turibdi yoki allaqachon boshqaga berilgan, lekin hujjatda hali otaning nomida. Bu yerda ayb tizimda emas, hujjat tartibga keltirilmaganida. To'g'ri harakat, avtomobil holatini rasmiylashtirish, kerak bo'lsa hisobdan chiqarish yoki oldi sotdini yakunlash, keyin qayta murojaat qilish. Ikkinchi misol, kvartira ijarada yashaydigan oila kommunal to'lovlarni o'z vaqtida qiladi, lekin hisob egasi uy egasi nomida. Bir kuni qarzdorlik chiqadi. Ijarachi men to'laganman deydi. Uy egasi menga xabar kelmadi deydi. Agar ijara shartnomasi, to'lov cheklari va hisob raqami aniq bo'lmasa, nizoni hal qilish qiyinlashadi. Shuning uchun ijarachilar ham o'zlari yashayotgan uy bo'yicha to'lovlarni isbotlovchi cheklarni alohida saqlashi kerak. Uchinchi misol, kichik do'kon egasi xodimni sinovda yuribdi deb rasmiylashtirmaydi. Xodim 3 oy ishlaydi. Keyin nizo chiqadi. Tekshiruvda xodim rasmiy bo'lmagani, ish haqi naqd berilgani, soliq va mehnat talablariga rioya qilinmagani ko'rinadi. Natijada do'kon egasi ham moliyaviy ham huquqiy muammoga duch keladi. To'g'ri yo'l. Sinov muddati bo'lsa ham shartnoma tuzish, ish vazifasini yozish, to'lovlarni tartibli yuritish. 4-misol, haydovchi jarimani vaqtida ko'rmaydi, chunki telefon raqami eski. U keyin avtomobilni sotmoqchi bo'ladi, lekin qarzdorlik chiqadi. Agar u jarimani erta bilganida belgilangan muddatda chegirma bilan to'lashi mumkin edi. Endi esa to'liq to'laydi yoki qo'shimcha jarayonlarga vaqt ketadi. Buning oldini olish juda oson. Avtomobil egasiga bog'langan telefon raqami va elektron xabarnomalarni yangilash. Davlat xizmatlari bo'yicha eng avvalo yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni My.uz orqali tekshirish mumkin. U yerda ko'plab xizmatlar, arizalar, ma'lumotnomalar va murojaatlar bor. Agar elektron imzo yoki identifikatsiya talab qilinsa, uni rasmiy tartibda olishi kerak. Tuman yoki shahar davlat xizmatlari markaziga borib ham ko'p masalani hal qilish mumkin. Kommunal xizmatlar bo'yicha o'z hududingizdagi elektr, gaz, suv va boshqa xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning rasmiy ilovalari, chal markazlari yoki abonent bo'limlariga murojaat qiling. Lekin yana takrorlayman. Faqat telefon orqali gaplashib qo'ymang. Muammo jiddiy bo'lsa, yozma murojaat qoldiring. Soliq masalasida soliq organlarining shaxsiy kabineti va rasmiy axborot kanallaridan foydalaning. Tadbirkor bo'lsangiz, buxgalter bilan o'y yakunda emas, o'y boshida gaplashing. Qaysi o'zgarish sizga tegishli, qaysi hisobot qachon topshiriladi, qaysi to'lov muddati qachon, bularni oldindan biling. Ijtimoiy yordam bo'yicha mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limlari va davlat xizmatlari markazlaridan aniq ma'lumot oling. Ariza rad etilsa, rad etish sababi bilan tanishing. Agar ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, uni tuzatish bo'yicha rasmiy murojaat qiling. Menga aytishdi. Eshitdim, qo'shnim shunday dedi degan gaplar bilan yurish natija bermaydi. 1 avgustdan keyingi o'zgarishlarga tayyorgarlikning mohiyati bitta. O'z hujjatingizni, o'z hisobingizni, o'z qarzdorligingizni va o'z huquqingizni o'zingiz bilishingiz kerak. Davlat tizimlari raqamlashtirilgani sari mas'uliyat ham oshadi. Kim ma'lumotini tekshirsa, hujjatini tartibga keltirsa, to'lovini vaqtida qilsa, arizasini to'g'ri topshirsa, u o'zgarishlardan qo'rqmaydi.
kim keyin bilaman deb yursa, aynan kerakli paytda muammo bilan yuzma-yuz kelishi mumkin. Men sizga tavsiya qiladigan eng oddiy reja shunday. Bugun pasport va telefon ma'lumotlaringizni tekshiring. Ertaga kommunal hisoblaringizni ko'ring. Undan keyin jarima va qarzdorliklarni tekshiring. Hafta oxirigacha esa ijtimoiy yordam yoki tadbirkorlik bo'yicha kerakli hujjatlarni tartibga soling. Bu ishlar ko'p vaqt olmaydi, lekin sizni keyingi oylar davomida ortiqcha xarajat va sarsonlikdan himoya qiladi. Agar sizda avgustdan kuchga kiradigan o'zgarishlar bo'yicha aniq savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hudud, qaysi masala, qanday muammo? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday o'zgarishlarda eng katta foyda oldindan tayyor bo'lgan odamga tegadi.